Hijriy va milodiy taqvimni farqi hijriy e, oyni fazalariga nisbatan, ko'rinishiga nisbatan oy kunlar hisoblanadi. Milodiyda Yerni Quyosh atrofida aylanishiga nisbatan oy kunlar hisoblanadi. E, Hijriy hisob islomiy ibodatlar uchun, misol Ramazon, haj, arafalar uchun mos keladi. Milodiy dunyoviylikka mos keladi. Misol yer yuzini shunday joylari ham bor. Misol bir oylab ham oy ko'rinmaydi, yoki quyosh botmaydi, yoki chiqmaydi, yoki geografik joylashuv mos kelmaydi. Shuning uchun oy bilan hisoblashish qiyinroq qoladi. Misol hijriyda Muharram oyi birinchi oy deb hisoblasak, milodiyda yanvar har doim qishga to'g'ri keladi. Hijriyda bir yil keladida yozga ham to'g'ri kelishi mumkin. Muharram oyi fasllar bilan oy ham mos kelmay qoladi. Yoki mana internet tizimlari yoki banklar, umumiy hozirgi globallashgan dunyoda sekundlar shunchalik millisekundlargacha hisoblanishi kerak. Mana shunaqa platformalar, tizimlar hisob kitobi juda qiyinlashib ketadi. Menimcha iloji ham bo'lmaydi. Yangi yil ixtiyoriy, majburiy shuning uchun.